Gollandiyaga kelmanglar o'g'illar, to'g'risi. Maslahat bermayman hech kimga. Chunki charchadim, men o'zim charchadim mana shu shekilli. Nimaga desam, bu yerda birovni g'iybat qilmaykan. Mashina olsa, qaydan olyapti ekan buncha pulni? Nima ish qilyapti ekan deb birovni g'iybat qilmaykan. Mahallani boshiga 4 ta yigit o'tirib olib, o'tgan qaytganning g'iybatini qilmaykan. Yakshanba kunlari bitta ishga bor, katta yordam ber deb qo'shimcha ishga chaqirmaykan. Bu yer o'ta zerikarli ekan. Odam g'iybat qilib, mahallani boshiga bir 4 ta erkak o'tirib olib, o'tgan qaytganning g'iybatini qilib o'tirsa bo'lmaydimi? Maslahat bermayman, lekin kelmanglar, to'g'risida. Agar Yevropaga, men o'zim Gollandiyadaman, Rotterdam shahrida. Shu yerda yurganlar kommentariy yozib ketinglar. Sharoit qanday, vaziyat qanday, kimga yoqdi, kimga yoqmadi, kelish tavsiya berasizlarmi, yo'qmi?